Assalomu alaykum. G'alaba bilan tabriklaymiz. Bugungi o'yin haqida fikrlaringiz? Ularimiz o'yinda juda yaxshi boshladik deb ayta olmaymiz. Ular o'sha birinchi bo'limda bilmadim nima sababdan, lekin ko'proq vaziyat yaratdi. Ikkinchi bo'limda ancha o'yinda ham o'zgarish bo'ldi. Bugun sal omadimiz keldik desam bo'ladi. Chunki ular ham yaxshi vaziyatlarga ega bo'ldi. Eng muhimi g'alaba qozondik. Zaxiradan maydonga tushgan o'yinchilar o'yinni qay darajada o'zgartira oldi deb o'ylaysiz? Endi uni murabbiyga berish kerak bo'lgan savol deb o'ylayman. Birinchi taymda qanaqa bir stressingizda, ikkinchi taymda o'zlaringizni qo'llarga kirib oldingizlar. Kanavori kiyinish xonasida qanaqa ko'rsatmalar ko'rsatdingiz? Endi birinchi navbatda shuni ta'kidlash kerakki, ancha sal o'zgarishlar bo'ldi jamoada. Anchadan beri birga o'ynamagan tushunmovchiliklar bo'ldi deb o'ylayman. O'shaning uchun kerakli takliflar, o'zgarishlarni kiritdi. Ham qayerdadir qattiqroq gapirib, o'shaning evaziga o'zgarish bo'ldi. Eldor aka, jamoada o'sha individual harakatlar ko'payib ketmayapti. O'sha minusga ishlaganda tuyul, masalan, birinchi vaziyatda yaxshi desam, Ostonga shu norozi bo'lganda bo'ldingizda, men o'sha haqida Endi norozi bo'lganim yo'q. Albatta bu Ostonni kuchli tomoni bu individual harakatlari, o'shani ko'rsatishga harakat qilyapti. Bu normal holat deb o'ylayman.